Wow, hurmatli akalar, bugun Asad akamizda juda katta to'y, ya'ni ularni ijod qilyapti. Bugun boqshi bolalarimiz mehmondorda. Ko'rib turganingizdek, boqshi bola, qayerdansiz? Biz Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumanidan. Xo'ja Mahmud qishlog'idan. Xo'ja Mahmud, bu boqshi bola o'zimizdan tardoyimizda. Siz qayerdan bo'lasiz, boqshi bola? Shu yerdaningiz qayerda? Beshkent. Beshkent. Otaxonlar bu o'g'illar. Men prodyuser Mamay Yusuf aka, Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumanidan bo'laman. Bahrom Boshini prodyuseriman. Siz blogerman. Bahrom Boshini so'zlarini hammasini YouTube'ga joylaysiz. Ha, shu aytganlarini YouTube'ga joylayman. Prodyuser Mamay Yusuf aka degan YouTube kanalim bor. Boshqa baxshilarni ham joylay beraman. Yashang. Xush kelibsizlar biz Tojikistonga. Tojikiston qanday bo'ldi sizlarga? O, Tojikiston oltishib gap so'z yo'q. Mehmon do'stligi, odamlarining ko'ngli ochiqligi, dasturxonining kengligi, mehmonga bo'lgan mehri, umuman mana shu bir yildan biz kechadan beri xursandmiz. Mana shunday boshi hech to'ydan chiqmasin, Asadbekning to'yi ham to'yga ulashaversin. Agar mumkin bo'lsa, ozgina juvoy aytib beralasizmi hozir? Hammasi juvoy bo'ladi. Yo'q, chunki biz hozir ketamiz-da, shuning uchun aytayapman hozir. O'tirib aytib beramiz. Bugun esa Tojikiston O'zbekiston orasida, boqshilar orasida ozgina batl bo'ladi, to'g'rimi? Bo'ladi. Nima deysiz? Aytib bering, aytib bering. Gap yo'q lekin. Siz nima deysiz? Bu ikkala boqshini YouTube'ga 3 tami? İşte Abdurrahman Boshchi. Boqshi bola, assalomu alaykum. Qayerdansiz? Men ham Tojikistonning bir chekkasidan G'arovut degan qishlog'idan. Yashang, G'arovutda Beshkent dedi. Beshkent, O'zbekiston. Bugun uchala boqshi orasida juda ham zo'r qiziq battle bo'ladi akalar. Qo'llab-quvvatlaysizlar. Albatta qaysi akalarimizning ovozi zo'r, buni faqat sizlar baholay olasizlar. Biz kuzatishda davom etamiz. Kim qilish istarada yorqin yulduzi Marufjon Xolboyev boshchiligida mana boshlar nasib hisob. Bugun biz operator ishlarini olib boramiz. Bugun boqshilar orasida juda ham katta musobaqa bo'lib o'tadi. 5 kunlik boqshi akamiz bu hozirda boshlab bermoqchi. Bu yoqda osh, hamma narsa. Qanday deb baland ko'tarishdi. O'ylaymizki, juda ham qizg'in tarzda to'y o'tadi. Nasibsa inshaalloh biz esa kuyovni kiyintirishga yo'l olamiz. To'ylar qulluq bo'lsin. Kuyovning tog'asi bo'lsin dedi. Gap yo'q lekin. Vau. To'y qanday bo'lyapti? To'yga necha baho? To'y qanday bo'lyapti? Qo'y nimalarga zo'r ketyapti qo'y. Mana boqshi bolalar gazini bosyapti. Bugun Powerbaba faqat YouTube'ga chiqasiz. Nechinchi qozon oshni boshladingiz? Buni endi uchinchidan osyapmiz. Uchinchi tayyor. Kuyovning tog'asi bo'lsin dedi. Qandaysiz? Shukr Allohga shukr. To'y qanday o'tyapti? Bo'ladi zo'r Allohga shukr. Hammasi yaxshi. Bekovulmisiz? Yo'q, yo'q. Buyurib bova. Normal. Voh, qassob akamiz ham. Qassob bova, nechinchi qo'yni oldardingiz? Sonini bilmay qoldim. Sonini eslay qoldingizmi? Sonini bilmay qoldim. Gap yo'q, lekin sonini eslay. O, starchi bova. Assalomu alaykum. To'ylar qaytyapti? To'ylar zo'r bo'lyapti. Kayfiyatlar qanday? Vahshiy mudar bo'lyapti aka. Gap yo'q. Qo'ydi. Lekin
ustachilarning ichida legendasi monada bu akamiz. Assalomu alaykum. YouTube kanaliga ketasiz, Piramay. Ko'rib turibsizlar. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Mana Asad Raisligida to'y tomosha biz hasharda. Yashang. Hammalarga so'zligidan rahmat. Gap yo'q akalar, vahshim zo'r bo'ladi nasib bo'lsa. Kuyov bola, polvon, juda katta polvon kuyov bola. Do'stlari, oshnalari, ya'ni O'zbekistondan tashrif buyurgan. Suratga tushirish jarayoni va hizmet kılan vatanım, sana olsun sana boldan da canım. Var vatan desem rahatlanır tanda can. Vatan desem bakvat olar bu iman. bu bolalar hammasi kameraga tomoshabin. Nima bor aka kamerada? Ha? Kuyov bolalar işte stiliz. Menga massaj tarishiga keladi. Çok şamida sen onu stilizlangan. Chashma? Men qashqa desam, tarif desam. Stilisoy akjoy aka. Soyda Dushanbe. Cigari Dushanbe. Ne, Aydilish. Aydilish. Necha baho stilistlarda? Endi baho endi berilmaymiz. Bebaho deb. Gap yo'q. Gap. Oo. Sharjura. Короче, куда?